aytishda ikki boshli ilon aniqlandi. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi yangiliklar bilan bo'lishamiz. AQShning Kaliforniya shtatida joylashgan jonivorlarni parvarishlash markazi Eastvay Viverumda ikki boshli ilon dunyoga kelgani aniqlandi. Inkubatordan ilon bolasini olganida u ikki boshli ekanini aniqlagan. Ushbu turdagi ilonlar AQShning g'arbiy qismida yashaydi va yarim cho'llarda, siyrak o'rmonlarda, shuningdek daryo bo'yi butazorlarda hayot kechiradi. Lampropeltis Kaliforniya ilonlarining uzunligi 1,5 metrgacha yetadi va odamlarga xavf tug'dirmaydi. Ular kaltakesaklar, kemiruvchilar va boshqa ilonlar bilan oziqlanadi. Tug'ilgan ilon esa Siam egizaklarning aniq namunasi bo'lib, unda ikki bola birga tug'iladi va ularning tanalari birikkan bo'ladi. Lekin ayrim ichki a'zolari alohida bo'ladi, ammo ikki boshli ilon holatida bitta to'liq ishlaydigan ichki organlar bor. Eastvay Viverum xodimlarining aytishicha, ikkinchi bosh nafas oladi, atrofga qaraydi, tilini chiqaradi va agar nimadir bilan tegilsa g'azablanadi, biroq oziqlanmaydi. Ilon 7 oydan beri muvaffaqiyatli yashab kelmoqda. Ilon ovqatlanish uchun dominant boshdan foydalanadi, ikkinchisi esa ozuqaga deyarli qiziqmaydi. Siam egizaklarning yashab qolishi uchun kam uchraydigan hodisa, hatto tug'ilgan taqdirda ham ular uzoq yashamaydi, chunki bunday holatda ikkita yurak, ikkita o'pka va ikkita ovqat hazm qilish tizimi bo'lishi mumkin. Bu organlar o'zaro raqobatga kirishadi yoki bir-birini qo'llab-quvvatlashga majbur bo'ladi. Agar bu ilonda ikkita faol ichki tizim bo'lganida, u allaqachon nobud bo'lgan bo'lardi, deydi xodimlar. Ularning aytishicha, agar ilon 1 yoshga yetguncha yashab qolsa, uni boshqa doimiy joyga ko'chirish masalasi ko'rib chiqiladi. Biz bilan qoling va kanalimizda yangiliklarni kuzatib boring.